nahv qismiga o'tamiz. Huruful ma'anilarni o'tayotgan edik. Birinchi ahruful taqdid degani talab, ya'ni taqdid degani talab qiladi biron narsani. Ya'ni bulardan keyin muzori fe'li kelsa talabni bildiradi. Bulardan keyin mozi fe'li kelsa afsusni bildiradi. Ya'ni ma'nosi undan keyin kelayotgan fe'lga bog'liq. Masalan, hallan degan so'z, hallan tarjimasi tezroq bo'la qol degani. Bu qachon? Muzori kelsa talab qiladi. Muzori hozirgi zamon kelsa. Hallan na'mal fil hadiqa. Tezroq bo'l, bog'da ishlaylik degani. Qani bir bog'da ishlaylik yoki tezroq bo'la qol, qani bir bog'da ishlaylik degani. Endi agar bu mozida kelib qolsa, bu hallan amilna fil hadiqa degani bog'da ishlaganimizda edi deb ma'no o'zgarib ketadi. Lavma nazhab ila suq. Bozorga boraylik, tezroq bo'l, bozorga boramiz desa, lavma zahabna ila suq bo'lsa, bozorga borganimizda edi deb qoladi. Endi lavma lavlalarni shart harflari bilan, shart qo'yuvchilar bilan adashtirmaslik kerak. Bu boshqa narsa shu yerda qo'shimcha ma'lumot berib ketilyapti. Ala degani masalan, ala tadrusul lug'atil arabiyya. Lug'atil arabiyya. Bunaqa tez arab tilini o'rgan yoki arab tilini o'rganmaysanmi deb chorlov beryapti. Ala darastal lug'atil arabiyya bo'lsa, arab tilini o'rganganingda edi bo'ladi. Lavma ham qani bo'l degani. Lavma lavla. Yo lavla emas, lavma. Pastga noto'g'ri tushibdi. Lavma taqra'ul kitaba. Hozir yo bu yerda la bo'lish kerak, lavla. Chunki lavman tepada o'tdik-da. Hozir navbat bunga keldi. Lavla taqra'ul kitaba. Tarjimasi qani kitobni o'qimaysanmi degani. Lavla qara'tal kitob bo'lsa, kitobni o'qiganingda edi. Ya'ni lavma bilan lavla hammasi lavla bir xil. Ya'ni lavla va lavmalar ikkalasi bir xil ma'noda. Hozir mana katta ko'ringanida bir xil tushib qolibdi. Xo'p, bu yerda mana nimalar turibdi? Mana bular tarjima qilib, masalan, lavlal muallimu ma ta'allamna al-arabiyyata. Endi bu yerda bo'lmaganda degani lavla ma'nosi bu yerda kelsa, lavlal muallim, o'qituvchi bo'lmaganda biz arab tilini o'rganmagan bo'lar edik. Lavla nasihatu abi, otamni nasihati bo'lmaganida ma safartu ilal Qohira, Qohiraga bormagan bo'lar edim. Lavla tashji'uka, seni shijoatlantirish bo'lmaganida men orzularimni amalga oshirmagan bo'lar edim. Ala tajlis ma'i, men bilan o'tirmaysanmi? Ala tasma'u ma aqulu, men gapiryapganimni eshitmaysanmi? Deyapti. Bu yerda shularni tarjima qilishingiz kerak.